Aziz hamkorlar, ko'pchilik menga gepatit A, B, C, ya'ni jigar kasalliklariga qaysi batlarni bersak bo'ladi deyapti. Jigar kasalliklariga gripreshi, moringa jigari yaxshi tozalab beradi. Oliva ekstrakti va qora sedana. Mana shu 4 talasini bersanglar jigari yaxshi tozalaydi. Agar qurbi yetmasa shu uchalasini bersanglar bo'ladi yoki bo'lmasam mana shu ikkitasini bersanglar bo'ladi. Iloji boricha 4 tasini bersanglar jigari zo'r tozalab beradi. Bu batlarni hammasini ichganida ko'proq iliq suv bilan ichishga kerak, chunki suv transport vazifasini bajaradi. Bular hammasi hujayra darajasida tozalab, hujayralarni oziqasi bo'lgani uchun qancha ko'p iliq suv ichsanglar, shuncha ko'p hujayralarga yetkazib beradi bu ichgan badinglarni. Oliva ekstraktini 10 kiloga 1 tomchi, 70 kilo bo'lsa 7 tomchi, 100 kilo bo'lsa 10 tomchi bersanglar bo'ladi.